Koreyada orqada turgan mana bu magazin sizlar o'ylagandek oddiy magazin emas. Ish orqali odamlar hayotini o'zgartirsa bo'ladi deb yozib qo'yilgan. Bunga sabab bu yerda ishlaydigan ishchilar, ya'ni ruhan kasal, jismonan kasal, kundalik hayot davomida oddiy xalq bilan qo'shilib keta olmaydigan ishchilar. Oddiy aholisi o'z kundalik davomida kiymayotgan, ishlatmayotgan narsalarni olib kelib ehson qilishadi. Umuman bepul evaziga bu magazin ishchilari bu narsani qayta yuvib, tozalab, sotishadi va bundan topgan pulni ularga oylik qilib beriladi. Hattoki katta mashhur kompaniyalar ham o'zini tovarlarini bu yerga ehson qiladi. Qanchalar ko'p ehson qilsa, shunchalar ko'p ish o'rni yaratiladi. Bu narsa bu insonlarda bizga o'xshab oddiy jamoatga qo'shilib yashashini ta'minlab beradi. Birinchidan bularga ish o'rni yaratiladi, uyda zerikib qolmaydi yoki kasalxonada zerikib qolishmaydi. Ikkinchidan topgan oyligini bular ham nimadirlar olib ishlatsa bo'ladi. Uchinchidan ular odamdan ajralib qolmasdan mazza qilib bizga o'xshab oddiy xalqqa o'xshab yashashadi. Menga juda yoqdi. Ajoyib.